Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan biz qanday qilib 0 kapital bilan foydaga chiqishni o'rganamiz. Foyda bo'lganda ham 20 yoki 30 dollarlik emas, haftasiga 100 dollardan keladigan foyda haqida gaplashamiz. Bunda bizga XM Broker yordam beradi. Mana platformasi birinchi o'rinda XM dan ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Buning uchun video ostidagi linkga bosib ro'yxatdan o'ting va XM tomonidan beriladigan 200 dollargacha 100% lik bonuslarga ega bo'ling. Keyingi navbat esa competition bo'limiga o'tib olamiz. Va bu yerda in progress bo'limida entry free weekly demo bor. 7 kun davom etadi. Har hafta bo'lib o'tadi. Sovg'alarimiz esa 25,000 dollargacha bo'lgan sovg'alarni bo'lib tarqatadi. Va bu yerda biz super 100 talikka kirib olishimiz kerak. Masalan, haftasiga 1000 dollar prop shot beradi. O'sha prop shotdan foydalanib o'yinda ishtirok etamiz. Masalan, birinchi o'rinda 3400 dollar bilan birinchi o'rinda ketyapti. 2000 dollar yutug'i bor. Ikkinchi o'ringa esa 1,5 dollar. Uchinchi o'rin 2800 dollar, 850 dollar bilan 1250 dollar. To'rtinchi o'rin 1000 dollar, beshinchi o'rin 750 dollar. Shunday davom etib ketadi. 21 o'rindan boshlab 40 o'ringacha 250 dollardan tarqatadi, beradi. 41 o'rindan 70 o'ringacha 150 dollargacha tarqatadi. 71 o'rindan 100 o'ringacha 100 dollardan tarqatadi. Super 100 talikka kirib olishimiz kerak biz. Masalan, 1000 dollar berilgan bo'lsa, 1660 dollar ishlab 100 o'rinda ketyapti. Va 100 dollar yutuqqa ega bo'ladi agar o'yin tugasa. Va bu o'zgarib turadi. Agar siz 1660 dollar emas, 1670 dollar ishlab olsangiz 100 o'ringa chiqasiz. Agar 74 dollar ishlasangiz 99 o'ringa chiqasiz va bu 100 o'ringa tushadi. Ana shunday sxema. Bu yerda start competition bor. Bunga bosib confirm qilasiz. Ya'ni rozilik shartnomasi. Nima degan? I confirm that I have read, understood and agreed to the terms of conditions of the XM's competitions program. Xullas, buni tushunaman, o'qidim, tushundim va roziman degan shartga qo'l qo'ygan bo'lasiz va join ni bosasiz. Qanday bo'ladi? Masalan, 1000 dollar bergan, free margin 1000 dollar va biz gold bo'limiga o'tamizda, gold parasiga o'tib shu yerda savdo qilishni boshlaymiz. 5 daqiqalik time frame. Bu yerda hozir katta lotlar bilan sell ochamiz. Agar bu 20% dan oshiq yo'qotilsa, pul yo'qotilsa, bu o'chadi va keyingi haftani kutishingiz kerak. $130 dollar foydaga chiqdik. Buni yopib qo'ysak bo'ladi. Agar orqaga qaytib qolsa, katta yo'qotish bo'lishi mumkin. 132 dollar bilan yopdik. 20% deganda siz qancha ishlagan bo'lsangiz, o'shani 20% qancha yig'gan bo'lsangiz, masalan, 1130 dollar yig'dingizmi? 1130 dollarni 20%ni yo'qotib qo'ysangiz, hisob olib qo'yiladi va keyingi haftani kutishingizga to'g'ri keladi. Bu 3 hafta tekinga davom etadi. 3 hafta tekinga kirsangiz bo'ladi va 3-haftadan keyin boshida ehtiyot bo'lishingiz kerak. Masalan, qanday competitionga o'tib 10 soat yoki 3 kun qoldimi, kirmang. Kuting keyingi hafta boshlanishini. Chunki deganda 3 marta ketma-ket tekin bo'ladi. 3-haftadan boshlab hisobingizda 50 dollar turishi kerak, lekin olib qo'ymaydi, 50 dollar turishi kerak va o'yinga kirib bemalol
ishtirok etishingiz mumkin. Videoni shu joyda to'xtatamiz do'stlar. Darsimiz shundan iborat edi. Agar sizga XM dan qanday to'g'ri ro'yxatdan o'tish haqida video kerak bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.